Umurtqangiz qanchalik sog'lom ekanligini uy sharoitida 3 ta usulda aniqlashingiz mumkin. Umurtqa shunchaki tayanch harakatlanish a'zosi emas. Bu inson tanasidagi eng muhim a'zo, sababi uning ichida orqa miya joylashadi. Umurtqada muammo paydo bo'lsa, faqat bosh og'rig'i, bosh aylanishi, qo'l-oyoqlarda uvishish emas, balkim ovqat hazm qilishda muammolar, qabziyat, urologik muammolar, ginekologik muammolar paydo bo'lishi mumkin. Demak, birinchi usul tik turgan holatda oyoqlarni yelka kengligida qo'yib olib, tizzani bukmasdan qo'l uchini, kaft yuzasini va orqa tomonni yerga tekkizasiz. Ikkinchi usul oyoqlarni yelka kengligidan biroz kengroq ushlaymiz, qo'limizni polga qo'yib, bosh barmog'imizga peshonamizni hamda iyagimizni tekkizamiz. Tovon biroz ko'tarilib qolishi bu normal holat. Uchinchi usul esa oyoqlarimizni birlashtirib, xuddi shu holatda maksimal cho'zilamiz. Bunda tizzamizning bukilmasligi juda ham muhim hisoblanadi. Bu uchala usulni mendek yoki mendan ham zo'r bajargan bo'lsangiz, tabriklayman, umurtqangiz sog'lom. Qachonlardir umurtqangizda grija aniqlangan bo'lsa, bu xavotirli holat emas. Videoni barcha tanishlaringizga yuboring. Ular ham umurtqalarni test qilib ko'rishsin. Sahifamga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Keyingi videolarda umurtqani uy sharoitida sog'lomlashtirishni o'rgataman.